25 yıldan buyon Xitoy zulmidan qochib Turkiyada oilasidan uzoqda yashayotgan 80 yoshlik Muhammad To'xti Emin Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Konishar noyasida tutqun qilingan farzandlari va nevaralari uchun guvohlik berdi. Muhammad To'xti Konishar noyasining Langar yezisidan Yoqubjon, Po'latjon, Abdug'appor va 5 bolasi, 15 nevarasi hamda ularning 12 bolasidan 4 o'g'lining qamoq jazosiga hukm qilinganligi, 6 nevarasining yig'ilish lagerlariga ilib ketilganligi, bir qizning ishkirga arzon emgakchi o'rinda avatilganligi, u yerda uzun kiyim kiydi degan bahona bilan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini bildirdi. O boshqa urug' tuqqanlari bilan hali ham aloqa qilmaganligini, o'zi Turkiyada bo'lganligi uchun urug' tuqqanlarining nohaq tutqun qilinganligini aytdi. Xitoyning Hong Kong alayda ma'muriy rayonida hukumatga qarshi bir kishi Xitoyparast bir parlament a'zosini pichoqladi. Janubiy Xitoy shahar gazetining xabar qilishicha, saqchilar e'lon qilgan bayonotda hujumchining Tuanmun rayonida saylam tashviqoti ilib berayotgan Xoning maydasiga pichoq bilan hujum qilganligi, Xoning yordamchisining qo'lining yaralanganligi bildirildi. Shuning bilan birga hozirgacha 3 mingdan ko'p kishi qo'lga ilingan namoyishlar sababli Hong Kong iqtisodiy 10 yildan buyon tunji qatim turg'un holatga tushib qoldi. Yevropaning cho'ng shaharlarida tuyuqsiz yuz bergan voqealar terrorlik gumoni paydo qildi. Dastlabda Amsterdam Schiphol aerodromida bir aeroplanning go'ro'ga ilinmoqchi ekanligi haqida gap tarqaldi. Gollandiya doiralari aerodromdagi harakatning sababini bildirmasdan voqeaga daxl qilganligini aytdi. Orqadan Yevropa Aviasiya shirkati e'lon qilgan bayonotda signalning uchquchi tarafidan xato berilib qolganligi, vaziyatning kontrol qilinganligi bildirildi. O'xshash vaqtda Belgiyaning Denderolo vokzalida vahima yuz berdi. Saqchilar yo'lovchilarni vokzaldan yiroqlashtirib, vokzalni nazorat ostiga oldi. Yana bir tarafdan Italiyaning Milan shahrida aerodromda bomba haqida ahvol ma'lum qilingandan keyin saqchilar bexatarlik tadbirlarini kuchaytirdi. Amerika Mudofaa ministri Mike Esper Rossiya va Xitoyning sun'iy aql texnikasini harbiy sohada qo'llanish yoshirin kuchini aktiv holda oshirganligini, Amerikaning bu davlatlarning orqasida qolmasligi kerakligini aytdi. Washingtonda o'tkazilgan sun'iy aql haqida bir yig'inda so'z qilgan Mike Esper, sun'iy aqlning ortiqchiliklaridan tunji foydalanadigan davlat urush sohasida kelgusi yillar uchun bir afzallikni qo'lga keltirdi. Buningga tunji erishgan biz bo'lishimiz kerak dedi. Yamanning Hudaybiya shahrida hukumat kuchlari bilan Husiylar orasida yuz bergan to'qinishlarda 22 kishi hayotidan ayrildi. 38 kishi yaralandi. Husiylarning Hudaybiyaning janubida armiya qismlariga og'ir qurollar bilan hujum qilganligini, hukumat kuchlarining bo'lsa hujumni tarmar qilganligini bildirgan G'arbiy Sohil birlashma qismlarining bayonotchisi Vahdat Adabbish qarshi tarafning xiloflik qilganligining Hudaybiyadagi urush to'xtatishini kuzatayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kuzatish hay'atiga yetkazilganligini aytdi.